Assalomu alaykum. Hozir mana O'rta Chirchiq tumanidamiz. Ya'ni o'tgan yili biz bilan ishlayotgan fermer akamiz bilan turibmiz. Ya'ni gilos bog'i olib turibmiz. Gilos bog'i ham bor akalarimizni. Endi o'tgan yili qilingan ishimizning natijasini xudo xolasa ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Demak, o'tgan yili mana shu giloslarga men gribovka qilgan edim. Ya'ni mana holati daraxtlarni shu yerdan kesilgan. Mana shox urib chiqqan mana ikkitadan mana. Hatto tashab ketganmiz. Mana holat mana o'nda chizilgan, mana ko'ryapsizlar hozir. Mana chizilgan, mana shox chiqargan. Bu yo'q ham xuddi shunaqa, mana bu yerda. Bu yoqda ham xuddi shunaqa mana holat. Mana polni mevaga yotdi, xudo xolasa daraxt. Dalish bularda ham bor mana. Endi dalish yana hozir gribovka qilishni ko'rsatamiz. Tajriba sifatida bitta shu qilingan-da. Ha, bu tajriba sifatida qilingan. Endi bu umumiy katta bolada qilganmiz biz bu ishlarni, lekin akamizga ishonchli bo'lish uchun mana shu yerda daraxt qilib ko'rsatib berdik holatlarini. Akamizga ishonch hosil qildilar. Ha, Sherzod aka. Endi xudo xolasa bu yil shu bog'i hammasini massiviy gribovka qilamiz. Sherzod aka, o'z fikrlaringiz bo'lsa qisqacha aytsangiz. Mayli, agar kameraga ko'rinish bergisi kelmasa zarari yo'q. To'g'ri tushunamiz. Nima deysiz aka o'zingiz? Yaxshi, men mana bu yil hosil bor deyapsiz-da, gul kurtaklar. Hosil olamiz deyapsiz. Buni o'tgan yil hammasini qilganimizda bundan ham yaxshi bo'lar ekan. To'g'ri. Olmalar qanaqa bo'ldi? Vaziyat qanaqa edi? Qanaqa o'zgarish bo'ldi? Olmalarimiz hosil yo'q edi. Mana o'tgan yil oldik hosil. Demak, o'sha konsultatsiya xizmatidan foydalanganingizdan keyin natija xudo xolasa yaxshi qarab uryapti. Bo'ldi. Xudo xolasa kuzatib tursanglar, gribovka ishlarimizni boshlaymiz va nasib qilsa natijasini ko'rsatamiz. Orientir uchun mana aytaman sizlarga, dalish kelgan paytimizda ana yo'l ekan, mana bu yoqda 1, 2, 3 ta stalbani qatoridan boshlanadi giloslar. Metka uchun xudo xolasa har safar kelganimda mana shu 3 tadan ko'rsatib boraman natijalarni. Alloh nasib qilsa, xudo xolasa ishni boshlaymiz. Turgan daraxtlar gilos daraxti, Giant Red navi. Giant Red navi o'ziga xos ajoyib xususiyati bor, yoyilib o'sadi va juda yirik meva qiladi. Buni ayrimlar Gigant Red ham deydi, ikkalasi deyarli bir xildan. Shuning uchun endi bu daraxt xotirimiz bu daraxt o'sishiga KGB usul tarbiya qilish bilan tushmaydi. O'shaning uchun biz bu yo'nalishni boshqacha usul tarbiya qilamiz. Ya'ni islom butasi usul tarbiya qilamiz. Islom butasini o'rtadagi shoxlar hammasi. O'rtadagi shoxlarni bizga kerak emas o'rtadagi shox umuman. Shuning uchun bulardan voz kechamiz, mana bundan. Olamiz. O'rtadan o'tiramiz. Turib mana buni ham olamiz mana. Mana bu qoldirishdan maqsad mevasi bor ekan. Shu yerda qolib mevasini olamiz, keyin voz kechamiz bundan. Mana bir ikkinchi shotni buni ham olamiz. Buni ham voz kechiladi mana. Mayda narsalar. O'rtada endi mana bu yotib qo'yadi muammomiz. Endi buni olib qo'yamiz. Endi o'tgan yil mana shu yerdan kesilgan, mana shoxlar ko'payyapti. Bir yosh shoxlar hammasi. Keyingi yilga 26-yilga hosilga tayyorlash uchun biz buni gribovka qilamiz, ya'ni yon shox chiqaramiz mana bu yoqqa. Hamma yon shox chiqaramiz. Xudo xolasa ko'rsataman, mana olib kelasiz. Demak, qarang. Bir yoshli nodadan, ya'ni shoxdan boshlaymiz. Tashqariga qaragan kurtalardan boshlaymiz har doim. Mana buni yengil zararsizlantiramiz. Dalish yana qilamiz buni. Buni ham davom ettiramiz. Bu yerda ham xuddi shu ish bo'ladi. Taxminan 3-4 ta bo'lgandan keyin 10 sm tashlaymiz tepaga. Bu yerdan boshlaymiz. 4 barmoq, 5 barmoq tashlab tepaga dalish ketdi mana. Davom etamiz. Chiqamiz. To'xtatib yandarish. Endi bu temirlarda qilgan osonroq, endi hozir ertalabda temirlarda hech qattiq bo'lmaganligi uchun. Biz endi buni ham davom ettiramiz mana. Bu tepasidan boshlaymiz buni. To'g'ri qoldi. Davom ettiramiz. Tashlaymiz, tushamiz yana. Gribovkaga temir arra yaxshi, mayda tushdi. Gribovkaga temir arra yaxshi, endi hozir qo'limizda bor narsadan foydalanamiz. Mana boshlaymiz.
xuddi shu usulda qolgan shoxlar ham qilib ketilaveradi mana. Yosh shox chiqadi. Xuddi mana buni ko'rsatasiz mana. Tugadi deyarli. Mana shunga o'xshagan hamma yosh shoxlar chiqdi mana. O'tgan yili motortop ko'rsatavering. O'tgan yili shu yerdan qilganman mana. Bular sherzatga mana holati. Mevaga yotdi mana bu kurtaylar. Bu kurtay mevaga yotdi va dalshi mana shox chiqardi mana. Bu yerda ham xuddi shunaqa mana. Qilingan ikkita shox chiqardi. Bular mevaga yotadi. Dalsh hosildorlar oshib ketdi. Endi bu chaynatuvchi nav. Esingizda bo'lsa, aytmoqchi qo'shimcha ma'lumot qilib ketamiz. Lapping bu Giant Red navi o'zi changlamaydigan nav. Bu navga albatta changlatuvchi ekish kerak bo'ladi. Bunga tavsiya qilinadi Lapis navi. Bu paytda gullaydi ikkalasi. Mana holatini ham ko'rsatamiz. Gullash payti deyarli bir xil. Mana kurtaylari ham deyarli bir xil. 1.5 gradus farq qilmasa, tushadi bir-biriga bemalol. Lapis navi universal donor hisoblanadi butun dunyo bo'yicha. O'zi bilan bir xil paytda gullaydigan hamma gilos navlarni changlata oladi. Ichidagi geni bir-biriga to'g'ri kelsa bo'ldi. Ikkalasi bir-biriga to'g'ri. Lapis navidan tashqari Big Ven degan navlar ham bu Giant Red navni bemalol changlata oladi. O'zbekistonda mavjud nav bu. Lapis navi bo'lganligi uchun Lapis navi qo'yilgan bitta. Xudo xolasa, holati yaxshi. Bir xil gullaydi, bir xil changlaydi. Sizga rahmat sizga. Endi darsdan etamiz endi.